Sizga bir kun kelib xiyonat qilishlarini o'ylab, sizni tashlab ketishlaridan qo'rqib yashayapsizmi? Keling, sizni vaziyatingizni men hozir psixologik tomondan analiz qilib beraman. Tasavvur qiling, sizga xiyonat qilishlari mumkinligi haqida o'ylashni boshladingiz. Bu bir kun kelib mendan boshqasiga ketib qolsa kerak, mendan yaxshirog'iga, mendan zo'rrog'iga deyapsiz. Va qanchalik mana shu fikrni o'ylaganingiz sari o'zingizga bo'lgan baho tushib boraveradi. O'zingizni yaxshi tomonlaringizni ko'ra olmay qolasiz, afzal tomonlaringizni. Vaholanki sizni juftingiz sizni sevishi mumkin, sizga e'tibor berishi mumkin, lekin siz buni ko'rmaysiz-da. Baribir men bu insonga loyiq emasman aslida. Bu insonni hayotda boshqalar ham bo'lishi mumkin deysiz. Va o'zingizga baho tushib ketgandan keyin undan endi ko'proq narsani talab qilishni boshlaysiz. Chunki yo'qotishdan qo'rqishni boshlaysiz-da. Qanchalik o'zingizga baho tushgani sari juftingizni yo'qotishdan qo'rqyapsiz. Natijada unga qattiqroq yopishib olasiz va uni qo'yib yuborishni xohlamaysiz. Doimiy nazorat qilishni xohlaysiz va tinmasdan unga telefon qilishlaringiz, SMS yozishlaringiz, arzimagan narsaga janjal qilib tashlashlaringiz, asabiy bo'lib qolishingiz, u bilan bo'lsangiz ozgina xotirjam bo'lasiz. O'shanda ham juda xotirjam bo'lmaysiz. Yoningizga kelsa, tinmasdan uni ayblab janjal qilasiz. Oldingizdan ketganidan keyin siz juda ham asabiy bo'lib, nima bo'layotganini o'zingiz tushunmay qolasiz. Shu darajagacha kelasiz. Ya'ni o'zingizga baho mana shu narsani belgilaydi. O'zingizga bo'lgan baho bu xuddi insonning davleniyasiga o'xshaydi yoki insondagi sahr miqdoriga o'xshaydi. Ya'ni o'zingizda sahr miqdori tushib ketsa kasal bo'lasiz, davleniyaz tushib ketsa kasal bo'lasiz. Bu jiddiy muammolarga olib keladi va o'zingizga baho ham xuddi shu narsani belgilaydi. O'zingizga baho tushib ketdimi, tamom, sizning munosabatlaringizda katta muammolar paydo bo'lishni boshlaydi. O'sha sababdan o'zingizga bo'lgan bahoni ko'tarishingiz va yaxshi holatda ushlashingiz kerak. Ammo muammo shundaki, ko'plab psixologlar o'zingizga bo'lgan bahoni, samootsyenkani ko'tarishingiz kerak deydi, lekin aynan qanday qilib ko'tarishni bir tuzukroq tushuntirib bera olmaydi. Aynan shuning uchun ham men hozirgi kunda samootsyenkani oshirish bo'yicha o'zga bo'lgan bahoni oshirib, yana munosabatda muhim va qiziqarli inson bo'lishni o'rganishingiz uchun kurs ishlab chiqdim. Bu kursning nomi Muhim inson deb nomlanadi va agar mana shu kurs menga kerak, men o'zgarmasam bo'lmaydi, yo'qsa o'zimni ham nimadir qilib qo'yaman va munosabatimni ham barbod qilib yuboraman o'zim. Shuning uchun menga mana shu o'zga bo'lgan samootsyenkani ko'tarishni o'rgat desangiz, bu kursimizga 490 ming so'm bilan qo'shilishingiz mumkin. Agar bu haqida batafsil ma'lumot olishni xohlasangiz, hozir menga lichkamga yozing. Ma'lumot olmoqchiman, mana shu kursga qo'shilmoqchiman desangiz, men sizga yana qo'shimcha ma'lumotlarni beraman.